issiq yondiryapti-yu. Xullas, Koreyadan kelgan odam bo'lib, uydagi ikkita telefonni sindirib oldi. Jahl chiqqanda aql ketadi deydi-yu, shu jahlim chiqqanda qo'limdan tushib ketib qoldi-da. Yaxshiyam bittasini shu Smart Life do'konidan olgandim. Sotuvchi bolaga ko'rsatsam, bo'ldi, opa, xavotir olmang, telefoningizni tuzatib Agar beramiz. xohlasangiz, yangi bitta telefon ham qilib beramiz deydi. Muddatli to'lov asosida sekin to'lab olsam ham bo'lar ekan. Shu soat ham yoqdi. Xullas, bu do'konda Dyson taroqdan tortib, original mikrofonlargacha bor ekan. Issiq havoda bolalarimiz ko'chaga chiqqanidan ko'ra, uyda shunaqa aqlli planshetlarni ko'rgani ma'qulroq. Siz qanaqa fikrdasiz? Fikringizni kommentga yozib keting. Fikringiz biz uchun muhim. Aliga bitta olib qo'yarsammikin, nima deysiz? Endigi navbat telefon chexollariga. Chexollari ham bir-biridan chiroyli. Xohlaganingizni tanlaysiz, sizga chiroyli qilib telefoningizga qo'yib berishar Ishchi bola ekan. muomalasi ham 10 dan 10. Men juda ham injiq odamman, lekin shunga qaramasdan, erinmasdan bitta ko'rsatib chiqdi hamma aksessuarlarni. Yangi blog boshlamoqchi bo'lganlar ham bu do'konga bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. Hamma kerakli narsalarni shu do'kondan topasiz. Ha, aytgancha telefoningiz qanchaga tuzaldi desangiz, telefonim tekinga tuzaladigan bo'ldi. Sababi Menda 10 millionlik voucher bor. Bu voucherni menga yil boshida telefon olayotganimda qo'shib berishgan. Voucherimiz 2026-yilda boshdan joriy qilingan. Bizdan telefon xarid qilganingizdan keyin buni bonus sifatida qo'shib beramiz. Mabodo shu 13 oy garantiyamiz ichida telefon qo'lingizdan tushib, qayerga singan taqdirda ham 10 milliongacha bo'lgan ziyonni Smart Life ga kelsanglar, sizlarga tekinga tuzatib beramiz. Manzil YSHJ do'konini shundoqqina yonginasida. Smart Life aqlli tanlov.